Assalomu alaykum, hurmatli dehqon bolalar. Mana bugun 2026-yilda 18-fevral sanasidamiz. Ma'lumot bering. Assalomu alaykum dehqon bolalar, yaxshimisizlar? Mana dehqonchiligimiz o'zimizning. Mana hozir Jizzax, Navoiy, Buxoroga yuklayapmiz. 5000 ta. 5000 ta. Bu navimizning nomi Bigbon, anjir shaftoli, yog'li. Ikki xil hozir nimani yuklayapmiz. Qolgan soatlari limonka, turist shaftoli, hamma sortlarimizdan bor. Yana bu yoqlar ham bormi? Murut, zodonlari. Zaldorlar mana Rubitsa bor. Mambo deganlari bor. Mana payvantaklari. Tanasini bitta olib qo'ying videoga. Qaralarni ko'rsat. Mana bu yerda qarolimiz bor mana. Yujniy, Spalenskiy hammasidan bor. O'zimizning yetishtirilgan dehqonchiligimiz. 12 ta viloyatga dastlabga bor. Ketsin, dehqonlarga ketsin. Narxlardan gapiring endi. Narxlari mana 15.000 demaymiz, 18.000 demaymiz, 10.000 so'mdan ketyapti. Dastlabkasi bor 12 viloyatga. Ketsin shu dehqonlarga ketsin. Optim bo'lsa ham, donaga bo'lsa ham farqi yo'q, narxi bir xil. Optim bo'lsa kelishamiz. Donaga bo'lsa 10.000 dan ketyapti. Yana bizlarda giloslar bor, yong'oq bor, kallik, xurmo, karmen, limonka, dushes. Bu sortni o'zi yo'q. Turistskilari bor. qoroli bor, bixi bor. Bixi, noklar. Xullas, kimga kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga terasiz. Dastlabkamiz mana tanasi. Mana ko'ringizlar, mana shaftolini. Tanasi bo'yi mana bo'yi 1,5 dan ziyod, 1,5 2lardan ham ziyodlari bor mana. Mana hozir qalalik. Optimga mana tomirlari. Mana Tomirlari mana. yaxshi nimalarni ko'rsat. Kelishamiz yana ham. Mana tomirlari.